Shu va shunga o'xshash film va seriallarni o'zbek tilida sifatli formatda tomosha qilishni istasangiz, uzmoviy.com sayti sizga muntazir. Eng so'nggi jahon premyeralari, blockbusterlar, shov-shuvli seriallar professional jamoa tomonidan ovozlashtirilib, siz aziz tomoshabinlar e'tiboriga taqdim qilinadi. Hoziroq Kinomania promokodi orqali saytdan ro'yxatdan o'ting va oylik 12.990 so'm o'rniga 9.990 so'm bilan 30 mingdan oshiq film va seriallarni hech qanday reklamalarsiz, hech qanday qotishlarsiz tomosha qiling. uzmoviy.com eng so'nggi va eng birinchi. Filmdagi barcha qahramonlar to'qima, shaxs va voqealarning mos kelishi tasodif. Uch buyuk asur o'z zamonida Varanasi 10 yil avval tavba tazarrullari va bilimlari bilan vayron qilib bo'lmaydigan o'zgacha 3 ta shaharni barpo etishgan. Buni ko'rgan ma'budlar hasad qilib Vishnaga murojaat qilishdi. Asurlar Veda qonunlarini buzmas ekan. Ularning yengishni iloji yo'q edi. Shunda Vishna ularni hiyla bilan gunoh qilishga undadi. Shiva esa ularning shaharlarini kamon bilan yo'q qildi. Halok bo'layotgan asurlarning azoblanishini ko'rgan Shiva o'z xatosini tushundi. Uning ko'zlaridan oqqan yosh yerga tushib, Rudraksha urug'lariga aylandi. Uning ko'z yoshlari urug'ga aylandi. Sizningcha bu hikoya nima haqida? Adolat haqidami, jasoratmi yo pushaymonlikmi? Yoki xiyonat haqidami? Vikram va Vital bo'lamizmi? Vikrammi siz yo'qmi? Javobingizga bog'liq. Men uchun bu bir hikoya. Kimdir unda ma'budlar ulug'ligini, boshqalar esa asurlar azobini ko'radi. Siz Vikram emassiz. Sen Vitalmisan yo'qmi, lekin chiroyli hikoyalar qilar ekansan. Men Vital emasman. Chunki Vitalni boshqarish mumkin. Men seni tushunib turibman. Seni jazoga mahkum qilishgan. Bundan afsusdaman. Bunga Dhananjay Rajput aybdor-ku. Nega siz achinasiz? Uning uchun marosim o'tkazdim. U esa rahmat o'rniga meni shu yerga yubordi. Agar qilgan ishing uchun uzr so'rasang, seni bolalar koloniyasiga o'tkazishga harakat qilaman. Uzr so'raydigan bo'lsam, bu o'zimga hurmatsizlik bo'ladi. Axir hali juda yoshsan. Hayotingni barbod qilma. Hech ham uni barbod qilmayapman. Shakllantiryapman. O'zimni borimcha qabul qilyapman. Shub, hali bolasan. Katta bo'lsang albatta tushunasan. Nikhil Nair. Siz yaxshi odamsiz. Ammo savolimga javob bermadingiz. Hikoya mazmuni qanday yondashishga bog'liq. Yo'q. Unda emas. Bu hikoya adolat haqida emas. Chunki adolat doim mazlumlar tomonida bo'ladi. Jasorat esa adolatli kurashda aks etadi. Pushaymonlik ko'z yoshlari emas, balki anglashdir. Xo'sh, bo'lmasa nima haqida? Zulm haqida. Qamoqdan chiqqaningda seni buyuk ishlar kutib turadi. Bunga shubham yo'q. Tez orada yana uchrashamiz. Rollarda Arshad Varsi, Barun Sopti, Ridhit Dogra, Anupriya Goenka, Sharif Hashmi, Amey Vak. G'oya muallifi Gaurav Shukla. Rejissyor Oni Sen. Asur. Mumbayda ro'y bergan Hozirgi kunlar Mumbay dolzarb mavzusiga aylandi. Mashhur yosh biznesmen Aditya Jalan kecha-kechasi o'ldirilgan. Bu mudhish voqea uning unashtiruv kechasi sodir bo'ldi. Qotillik sababi politsiya uchun ham jumboq bo'lib qolmoqda. Bu butun davlat bo'yicha sodir etilayotgan davomli qotilliklar zanjirining yana bir halqasi bo'lishi mumkin. Bir talay qo'riqchilar. Puxta reja. Shuncha qoidalarni buzdik, ammo baribir odam hayotini saqlab qola olmadik. Endi vazirlik va muxbirlarga nima deyman? Qanday tushuntiraman? Nega qarab turibsiz?
Borib ishlang. Tabriklayman. Rejang ish berdi. Seni rejang ish berdi. Qoyil qoldim. Bu ishga shuncha kuch sarflab omadga erishding. Sen meni ojizligimdan foydalanding. Bu ojizlik emas, tabiat. Sen ham menga o'xshaysan, Nikhil. Bo'la qoldi Xananjay, meni bu tuzoqdan tezroq qutqar. Qadahdan biron nima topildimi? Undan zahar chiqmadi. Toksin yoki kimyoviy moddaning izi yo'q. Demak, gap sharobda. Bir qarashda bu zaharlanishga o'xshaydi. Labi, tirnoqlari ko'kargan. Tanani yorishni boshlaymiz. Oshqozon shilliq qavati kislotadan zararlangan. Sharobdan nima topildi? Neyrotoksin va zootoksin aniqlandi. Neyrotoksin. Ilon zahri bo'lsa kerak. Neyrotoksinlar Hindistonda 3 xil ilonda uchraydi. Shoh ilon, kobra va kraytda. Ammo ularning zahari sekin ta'sir qiladi. U esa tezda o'lgan. Shuningdek, qora mamba ham bor. Uni zahar darhol o'ldiradi. Lekin qora mamba Hindistonda kam uchraydi. Ammo bu zaharni sharobga aralashtirishda nima naf? Axir u qonga tushsagina ta'sir qiladi. Bu sharobni yana 2 kishi ichgan. Ular esa sopasog'. Lupani berchi. Yashavar Nikhil. Nega? Javobi juda oddiy. Oshqozon yarasi. Adityaning oshqozonida yara bo'lgan. Shuning uchun zahar oshqozonning zararlangan joyidan qonga o'tgan. Mana shu sabab ham qolgan 2 kishi zaharlanmagan. Bu hali hammasi emas. Adityani o'ldirish uchun ilon zahari yetarlicha bo'lgan, ammo qonida yana 2 ta modda topilgan. Ular zahar emas. Bu 2 modda Aditya uchun emas. Bu biz uchun. Bu xabar. Nikhil bizga bir nima demoqchi. Mahobxoratdagi jang maydonida Arjunni ham ikkilanish qiynardi. Ammo Krishna unga qotillik va halok bo'lish taqdirga yozilganini tushuntiradi. Nima, endi Krishna bo'ldingmi? Qurol bardoring men emasmanmi? Sinovdan o'tganing uchun mukofot. Mumbaydan qachon yetib kelding? Shu yerda, u yerda, har yerda. Men har qachon har yerda bo'laman. Tez orada yana ko'rishamiz. Shu yerda, u yerda, har yerda. Men har qachon har yerda bo'laman. Tez orada yana ko'rishamiz. Tez orada yana ko'rishamiz. Tez orada yana ko'rishamiz. Tez orada yana ko'rishamiz.
Hinduizm haqida. Ekvilibrium loyihasi. Hatto afsonalarda ma'budlar, odamlar va asurlar Amritani izlashgan. Umrboqiylik sharobini biz haligacha izlanishdamiz. Hatto vafot etgach ham tarixda qolishni istaymiz. Janob, afsuski meros hayotdan muhimroq Ha, bo'lmoqda. keldingmi? Xo'sh. Varanasi sovuqmi? Judayam. Mana Shubhuning burji. Ha. Bu esa kundaligi bobosi berib yubordi. Juda qiziq narsalar Yaxshi. bor. Ammo eng muhimi benar shirinliklari. Bu shart emas edi-yu, lekin rahmat. Nimani berilib eshitayotgandingiz? Hozir. Bu adabiyotda ham seziladi. Odam umrboqiylikka intiladi. Ma'budlar umrboqiy yashash uchun Amritani hiyla bilan o'g'irlab ichishgan. Kesar Bixaradvach. Uni podkastini eshityapman. Juda ham g'alati. Qiziqarli odam. Dinni amaliyotda qo'llashni mantiqan tushuntirib beradi. Bunday ma'ruzalarni yoqtirmaysiz deb o'ylagandim. Ha, yoqtiraman. Lekin u o'zgacha iqtidorga ega. Qurbonlarni o'xshash tomonini aynan u topdi. Yo'q-e. Zo'r-ku. Buni qara-ya. Hozirgina seni eslayotgandim. Hammamiz bog'liqmiz degandim-ku. Ha, hammamiz bog'liqmiz. To'g'ri. Kesar, yana yordaming kerak. Meni idoramga kela olasanmi? Ro'yxatda delfin yulduzi ostida tug'ilganlar 600 ta ekan. Qotil qurbonlarni tasodifan tanlamaydi. Uning tartibi bor. U faqat yaxshi odamlarni tanlaydi. Sira ham tushunmayapman. Nega aynan yaxshi odamlarni tanlayapti? Nega? Yordam bera olaman deb o'ylamayman. Jinoiy psixologiyani yaxshi bilmayman. Lekin o'ylab ko'rilsa, u yaxshilik qiladiganlarni o'ldiryapti. Juda g'alati. Bema'nilik. Bizni tanishtirasizmi? Bu Lalark Dubey, tergovchimiz. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Duxananjay muxlisingiz ekan. Balki men ham ma'ruzalaringizni eshitsam muxlis bo'larman. Hatto Nozirdan ma'ruzangiz videosini so'radim. U yuborishga va'da berdi. Lalark, umuman olganda ishlayapmiz. Aha, albatta, albatta. Ha, davom eting. 8 buyuk kuch haqida eshitganmisiz? Ular haqida Puranalarda yozilgan. Sidhi deyiladi. Birinchisi anima. Atom zarrasidek kichraya oladi. Grima. Bu juda og'ir bo'lish qobiliyati. Keyin Lakima. Butkul vaznsiz bo'la olishdir. Prapti teleportatsiya. Prakamya begonalar fikrini o'qiy olish. Keyingisi Ishatva. Ilohiy kuchga ega bo'lish degani. Keyin esa Vashitva. Jonzot va buyumlarni boshqarish. Agar zamonaviy nuqtai nazardan qaralsa, masalan, mana Aditya Jalan. Yosh, kuchga to'la, omadli ishbilarmon. Uning fikri jamiyatga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. O'ylab ko'ring, 20 milliardli biznesi bor. Ko'pgina odamlar hayoti unga bog'liq. Uning kuchi Garimaga o'xshaydi. Ha, to'g'ri. Masalan, doktor Abxilasha. U miyani o'rganayotgandi. Boshqalar fikrini o'qir edi. Demak, uning kuchi Prakamya, to'g'rimi? To'g'ri. Asotirlarda bu kuchlar biror ma'bud yoki asur bilan bog'langanmi? Hanuman va Ganesh shunday kuchlarga ega deyilgan. Kelajakda keladigan Kalkining ham shunday kuchlari bo'ladi. Vishnuni 10-qiyofasimi? Aynan shunday. 10-si Avatara. Gapingiz to'g'ri. Esingizdami? Barcha afsonalarda ma'budlar va donishmandlar qiyinchilikka uchrashganida Vishnuga murojaat qilishgan. Vishnu jonzot qiyofasiga kirib, ularni himoya qilgan. Menimcha, qotil o'zini afsonaviy maxluq deb hisoblaydi. U shu kuchlarga ega bo'lgan yaxshi odamlarni o'ldirib, u Vishnuga xabar yuborish orqali uni yerga tushirmoqchi. Shunaqaga o'xshayapti.
Lolark olib kelgan bashorat Kali bashoratiga o'xshar ekan. Kalki jonzotga aylanib Kalini o'ldirish kerak. Bu yigit telba. Balki u o'zini Kaliman deb o'ylar. Kali Yuga la'natlangan davr. Bu davrda jinoyatlar avj olganida Kalki tug'iladi. U Kalkini chaqiryapti. Uning tug'ilishini istayapti. Agar chindan shunday bo'lsa, yechimga juda yaqinmiz. Olg'a yigitlar, ishlaymiz. Soat nechi? 4. Kesar. Katta rahmat. Uni qo'lga olasiz degan umiddaman. Albatta. Nusrat. Meni kechir, iltimos. Buni 10 yildan beri ayta olmadingmi? Judayam aytmoqchi bo'ldim. Ammo Seni kechirganman. Bunga ko'p bo'lgan. Nusrat, menga ishon. O'shanda imkonim bo'lmadi. Qola olmasdim. Xayrlashmading ham. Dam olishga ketyapsanmi? Yoki butunlaymi bilmasdim. Seni kutgandim. Nikil, hozirgacha kutyapman seni. Seni kutyapman. Nusrat. Neyna? Sevganingiz yoningizda bo'lsa-yu, qalban birga bo'lmasa, bu juda og'ir. Neyna, sen bilan Riya butun borlig'imsiz. Tasavvur qilyapsanmi? Seni deb odam o'ldiryapman. Menga buni keragi yo'q. Yonimda bo'lishingizni istardim. Doim birga bo'lishimizni. Ammo sen hech kim bilan birga bo'la olmaysan. Sen o'zingni yo'qotib qo'ygansan. Bilaman, meni yomon ko'rasan. Qani edi? Seni yomon ko'ra olganimda edi. Meni sevasanmi? Men seni sevgandim. Meni sevasanmi, Nikil? Sevaman. Nikil, aniq bilaman, meni sevasan. Shuning uchun ham sendan ko'ngil uzolmadim. Yangi reja tuzamizmi? Ancha usta bo'lib qolding. Bir shartim bor. Qanday? Neyna bilan gaplashishim kerak. Gaplashmasam bo'lmaydi. Qayerdaligimni bilmasam, unga nima ham deyishi mumkin. Uni tinchlantirishim kerak. Bo'lmasa fikrimni jamlay olmayman. Iltimos, birgina qo'ng'iroq. Mayli, bittagina qo'ng'iroq. Juda soz. Hamma ismlarni topdik deb o'ylayman. Bu Google emas. Bunday ma'lumotlar bazasi uchun serverimiz kuchsizlik qiladi. Shuning uchun vaqt kerak. Mana shu serverni o'chirib qo'ya qolsak bo'lmaydimi? O'chirib qo'yamiz. U qurbon topolmaydi, vaqtdan yutamiz. Iloji bormi? Ser, ruxsatsiz bo'lmaydi. Qo'lga tushsak qamashadi. Lolark, shusiz ham qamalganman. Yana nima qila olishadi?
O'chirishimiz kerak. Yagona imkonimiz shu. Lingvistik bo'lim. Qadimgi Xitoy falsafasiga ko'ra, ikkita qarama-qarshilik bor. Yin va yan. Masalan, rost va yolg'on, erkak va ayol. Janob, yozuvdan nimani izlayapmiz? Shevasini. Asl ona tilidan foydalanishini. Grammatika, punktuatsiya, so'z tanlash. Qiziq ekan, lekin nega kerakligini tushunmadim. Qara, Kesar qamoqda ma'ruza o'qiganda biror daftar yo kitobga qaramaydi. Shunda u nafas olish kerak bo'lgan joyda intonatsion tanaffus qilishini eshitishimiz mumkin. Agar podkastini eshitsak, uning intonatsiyasi grammatik sintaksisga moslashganini sezamiz. So'z tanlashda ham xuddi shunday, bir-biridan keskin farq qiladi. Podkastda qo'llanilgan so'zlarda o'ziga ishonchsizlik bor. Birovning gapini gapirayotgandek tuyuladi. Masalan, chunki, shuning uchun, shu kabi so'zlardan. Buning ustiga bu ikki ma'ruzalarda aqliy darajasi ham turlicha. Kesar nutqida oddiy, umumiy so'zlardan foydalanadi. Inglizcha so'zlarni ko'p qo'shadi. Ammo podkast muallifi yuqori darajadagi sof hind tilida sanskritlar bilan gapiradi. Meni tushunyapsanmi? Ha, Agar so'zlash tezligini taqqoslasak, Kesar 20 daqiqada 2,5 mingta so'z aytishga ulguradi. Podkast aytayotganning tezligi esa shuncha vaqt ichida 3 mingtadan oshadi. Agar bu ikkisi bir odam bo'lsa, bunday bo'lishi mumkin emas. demak, bu ikkita odamning nutqimi? Shunaqaga o'xshaydi. Unda savol tug'iladi. Nima uchun podkast muallifi kimligini yashiryapti? Ichki ishlar vazirligi, New Delhi. Rostdanmi? Shumi taxmining? U yaxshi odamlarni o'ldiryapti. Senchi Shoshank, endi bo'limni mahbuslar boshqaradimi? Janob, ikkita navbatdagi qurbonni aniqladik. Bilasizmi, bu taxminimiz to'g'riligini isbotlaydi. Janob, bu ro'yxatda 600 kishi bor. Keyingi qurbon Radhina Venkatesh yo Niraj Jadhav bo'lishi mumkin. Ularning ikkisini ham taniyman. Qo'zg'olonchilar. Hukumatga qarshi chiqishadi. Agar ularga biror nima bo'lsa, muxbirlar. Shoshank, bunday qil. Ularni qo'riqlang. Lekin serverni o'chirishga ruxsat bermayman. Bu ma'lumotlar bazasiga hamma davlatlar ulangan. Uni agar o'chirsak, tergov boshlanadi va bu bazaga buzib kirilgani fosh bo'ladi. Kamiga 2 marta. Agar jurnalistlar xabar Lajpat topsa, Nagardagi portlash esingizdami? nima? Lajpat Nagardagi terakt esingizdami? Siz o'shanda obro' olgansiz. Men esa jasadlarni yig'ib yurganman. Sizdek boshliqlarni deb odamlar halok bo'ladi. Biz esa jasadlarni yig'amiz. Sizga befoyda degan edim-ku. Ketdik. Riya, ovqatlanib ol. Yegim kelmayapti. Bo'la qol. Riya. Alo, Nina. Nikil. Nikil, qayerdasiz? Tirikmisiz? Ha, men tirikman. Ovozingni eshitgim keldi. Ey Xudoyim, sizga nima bo'ldi? Hammasi yaxshi. Qayerdasiz? Biror nima desangizchi. Buni bilmayman. Nima ham qilardim? Shunaqa doimgidek parishon xotirman. Parishon xotirmisiz? Nikil, nimalar deyapsiz? Siz Ko'zimni yumishim bilan sen va Riyani his qilaman. Go'yo yonimdadeksizlar. Esingdami? Sohilda birga o'tirganimiz, Nina. O'shanda yig'lab, bir vaqtda ikki joydasiz deb tinmay qaytaraverarding. Bir oyog'im bu yerda, boshqasi u yerda. meni qo'rqityapsiz, Nikil. Qo'rqma, Nina. Men shu yerdaman. Soyam yoningda. Judayam yaqin. Alo. Alo.
Hali ko'rib chiqilmagan ismlar juda ko'p. Hammasini birma-bir tekshirish. Natijalar qanday? Ro'yxat bo'yicha hammaga qo'ng'iroq qilib ogohlantirdik. Suratni ko'rsat. Bu nima? Shuncha vaqtni shunga ketkazdingizmi? Faqat men ishlayapmanmi? Siz boshqa ishlab o'tiribsizmi? Bekorchilar! Ey Xudoyim. Kechir Nusrat, kechir. Meni kechiringlar. Shunchaki bu qog'ozbozlik jonimga tegdi. Yaramas ablahlar. Quloq sol. Rasmni jinoyatchilar bazasiga tashla. Balki mosi chiqib qolar. Tekshirib ko'rdim. Mayli. Laboratoriya hisoboti-chi? Aditya qonida nikel bilan iridiya aniqlangan. Bu juda g'alati ko'rinyapti. Uni o'ldirish uchun zahar yetarli edi. Ortiqcha moddalarni nima keragi bor? Nikel, iridiy. Bu qotilning ishi emas. Nikhilniki. Buning uchun salom. 2 yil qo'ng'iroq qildi. Suhbatimizni yozib oldim. Nimayam qilardim. Shunaqa doimgidek parishon xotirman. Esingdami, sohilda birga o'tirganimiz, Nayna? Sen o'shanda yig'lab, bir vaqtda 2 joydasiz deb tinmay qaytaraverarding. Bir oyog'im bu yerda, boshqasi esa u yerda. U hech qachon bunday gaplashmas edi. U tinmay 2ga bo'linganman. 2 yerdaman dedi. Sohilchi. Biz biror marta ham sohilda o'tirmaganmiz. Balki qotil qandaydir dori bergandir. To'g'ri, bu unga sira o'xshamaydi. Sohilda. Varanasida. Varanasidami? Ha. Shubuh Joshi. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Shuning uchun Lalarkni Varanasga yuborgandim. 10 yil avval Shubuh o'z otasini zaharlagan. Buning uchun uni qamattirgandim. U o'ch olyapti. U 2ga bo'linganini va 2 ta joy haqida gapirdi. Bu nima degani? Qotil yolg'iz emas. Unga kimdir yordam beryapti. Yigirma 58-58-69 shimol, 77-19-22 sharq koordinatlarini tekshir. Bu joy Dehlida, lekin juda aniq deya olmayman. Ammo Modi Bagadan Gevaragacha 30 kilometr radiusda. Nixil nima deganda? Men juda yaqinman. Shu yerdaman, yoningdaman. Jinursin juda aqlli-da. Asosiy kimyo. Nikelni tartib raqami 28, atom vazni esa 58-693. Ularni qo'shsak, koordinata chiqadi. Iridiyda ham shunday. Nikel Dehlida. U shu yerda. Biz esa uni ahmoqqa o'xshab davlat bo'ylab izlayapmiz. Lalark, Ha? mahalliy politsiyaga xabar qil. Va Modi Bagdan Gevragacha bo'lgan barcha bo'sh binolarni tekshir. Har birini. Tushunarlimi? Tushundim. Nusrat va Samart, barcha manbalarni ishga solib, o'sha shubuhni toping. Xo'p bo'ladi. Nima qilsangiz ham uni toping. Tushunarlimi? Janob, siz bilan gaplashib olishim kerak. Albatta, yur. Nega
Kesardan shubha qilyapsan. Bir ishni tergov qilgandim. Xotin erining ma'shuqasi ovozini o'xshatib aldagan. Shundan beri odamlar gapining faqat ma'nosiga emas, qanday gapirishiga ham qarayman. Lekin hozir Kesar nega aldayotganini tushunmayapman. Bilasanmi, Kesar nega aldayotgani emas. Podkastdagi ovoz kimga tegishli ekani muhim. Kim Kesar ortiga yashirinyapti? Bir ish qilamiz. Qanday ish? Ankit Kesarni bu yerga olib kelsin. Gaplashib ko'raman. Yaxshi. Nikhil Dehlida. Ha. Uni topaman. Va'da beraman. Menga yana yordaming kerak. Mana bundagi ovoz kimniki ekanini aniqlash kerak. Tergov uchun bu juda ham muhim. Buni aniqlay olasanmi? Qo'lingdan keladimi? Urinib ko'raman. Va bu quyoncha Elza ekan. Mana shunday. Shoshma, bir daqiqa. Alo? Salom, Svati. Yordam ber. Riya bilan yana ozroq o'tirib tura olasanmi? Ha, albatta, bo'lmasam-chi, u bilan ertaga o'qiyapmiz. Shundaymi, Riya? Mayli, bemalol. Zulmat bu haqiqat. Yorug'lik esa yolg'on. Har bir odam oydir. Oyning esa qorong'i tomoni ham bor. Sizning ham qora tomoningiz bor. U yashiringan, ammo baribir bor. Yashirin istaklar, g'azab, orzularingiz, bular qorong'i tomoningiz. Barcha lazzatingiz, baxtingiz unga jamlangan. Hammasi shu tomonda yashiringan. Yolg'on qarashlar, xato fikrlar sizning asl tabiatingizni yashiradi. Agar shu qarashlarni rad etib o'zingizni fosh qilsangiz, sizni gunohkor deyishadi. Gunoh bu faraz qilingan kasallik. Farazdagi dorini sotib olish uchun o'ylab topishgan. Odob, axloq, din odamlarga hech qachon tinchlik olib kelmaydi. Chunki u yovuzlik va ezgulik o'rtasidagi jangdan iborat. Biz tufayli bir kun kelib, kunlar tundek zulmatga aylanadi. Quyosh so'nib, qora oy ko'tariladi va butun olam zulmatga sho'ng'iydi. G'am tashvishsiz zim-ziyo zulmatga aylanadi. Shu kuni barchamiz o'zimizning asl tabiatimizni qabul qilamiz, qora tomonimizni fosh qilamiz. Shunda umrbodga xotirjamlik hukm suradi. Neraj Jadav. Odamlar qashshoqlikni yengib chiqishini istayman. Haqiqat shunday ochiq bo'lsa, meni nima aybim bor? Radhika Venkatesh. Shunchaki meni vazifam haqiqatni aytish xolos. Umar Said. Ogohlantirish. Dahananjay. Bunga qarang. Qotil yangi qurbon izlayapti. Qayerdan bilding? Tizimiga bot uladim. Ma'lum bir ko'rsatkichga ko'ra kimnidir izlashsa, bizga xabar keladi. Neyna? Yana yordaming kerak. Iltimosim g'alati tuyulishi mumkin, lekin juda muhim. Qo'lingdan keladi ham. Tushunmadim. Barcha eski va buziladigan binolarni tekshiring. Shubhali ko'ringan barcha binolarni ko'zdan kechiring. Hech qayer qolib ketmasin. Vaqt oz, chaqqonroq bo'ling. Qabul qilindi.
Dahananjay, joyingizdan to'ydingizmi? Men sizga yordam bermayman. Nina. Radqiqa taniqli jurnalist. Unga biror kor hol bo'lsa, befoyda bo'lgan siyosiy tortishuv boshlanadi. Tergovga ham xalal beradi. Dahananjay, buni qayerdan bilasiz? Ba'zida agar burchingizni delfin qilib qo'ysam ham yoki yana nima deyilar edi, qayerdan bilasiz, a? Qotil Radqiqani tinch qo'yib, sizni tanlaydimi? Bilmayman. Lekin sinab ko'rish kerak. Sizni xo'rak qilishimiz kerakmi? Buni mendan qanday so'rayapsiz? Joningizdan to'ydingizmi? Nina. Qotilni topolmayapman. Unda o'zi yonimga kelsin. Balki bu telbalikdir. Lekin buni o'zim boshladim. O'zim tugataman. Sizni o'ldirishni Nikhil rejalashtiradi. U qanday ahvolga tushishini bilasizmi? Ba'zan o'tirik qaytsa ham avvalgidek bo'la olmaydi deb o'ylayman. Dahananjay, uni yo'qotib bo'lganman. Nina. Har tun ko'z yosh bilan uxlayman. Ko'zimni yumishim bilan ko'z oldimda ikki qiyofa turadi. Yonimda o'tirib yig'layotgan Sandhi va uning laboratoriyadagi jasadi. O'shanda uni tanimaganman. Boshqa hech kim Sandhini holiga tushmaydi. O'tinaman, yordam ber. Menga yordaming kerak. Iltimos. Dahananjay Rajput. Dahananjay Rajput. Dahananjay Rajput.